Hamma onalar kabi sabr, halol mehnat. Sabr hayotda qanday sinov bo'lishidan qat'iy nazar sabrli bo'l deb o'rgatishgan. Tavakkaldan qo'rqmaslik, doim tavakkal qilish. insonlarga yolg'on gapirmaslik, insonlarni aldamaslik. Ta'lim bilan tarbiyani o'rgatganlar. Halollik, mehnatsevarlik. Onajonim menga bergan eng muhim saboqlaridan halollik va insonlarga muloyimlik. Onam menga har qanday holatda ham yashab keta olish qobiliyatini o'rgatganlar. Qiyin sharoit bo'ladimi, yaxshi sharoit bo'ladimi, o'zgarmasdan bir xilda qolishni o'rgatganlar. İnsonlarni hammasini birdek hurmat qila olishni o'rgatganlar. Mehnat halollik bo'lsa kerak. Halollikka o'rgatishgan juda ham ishlayman, juda qattiq turardi. Birovni buyumi, birovni narsasi, birovni haqqi juda qattiq turardi. Shu sifat menimcha yaxshi o'rgatgan tomon. Ayol kishining eng go'zal fazilati bu meni fikrimcha farzandlariga bo'lgan mehri va oilasiga bo'lgan sadoqati deb tushunaman. Uyda turmush o'rtog'ining kelish vaqtiga yoki farzandlarning kelish vaqtiga uyda shirin taomlarni pishirib uyda o'tirishligini men eng yaxshi fazilat deb hisoblayman. Bu savolga javob berish kerakmidi o'zi aslida? Men uchun jenstvenность. Endi o'zbek tilida buni noziklik, nafslik deb talqin qilsa bo'lar ekan, jenstvenность ayolda. Ayol haqqi ayol bo'lish. Erkak sifat bo'lmaslik kerak, boshqa jihatlar bo'lmaslik kerak. Ayol kishi ayolligini yutadi hayotda har doim. Yoshligida u otasini jannatga kirishiga sababchi bo'ladi. Voyaga yetib turmushga chiqqanida erini dinini yarmini to'ldiradi. Ona bo'lganida farzandlari uchun jannat uning oyog'ini ostida bo'ladi. Farzandlarini hayotga tarbiyalashdi. Mehribonligi, go'zalligi, ko'zini chiroyi, Odobi, xushfe'lligi, xushmuomalaligi, Erini hurmat qilishi, erini doim ustun qo'yishi, oiladagi har qanaqa ishlarda eri bilan maslahatlashib, eri bergan fikriga ko'ra ish ko'rishi. 101 ovqat turgul olganman. Tasodifan bo'lganligi uchun esda qolarli bo'lgan. Tilla taqinchoq. Tanimagan odamimdan katta guldasta olganim. Haligacha bilmayman kimdan, nima bayramga edi, kimdanligini bilmayman haligacha. Maktab paytlari sochim uzun bo'lardi, yonimdagi partadoshim menga ko'pgina taroqlar sovg'a qilgan. Soch uchun maslalar, shampunlar sovg'a qilgan. 8-martda esda qolarli sovg'alar ko'p, lekin eng esda qolarlisi farzandim o'z qo'li bilan men uchun yasab kelgan guli bo'lgan. Butun O'zbekistondagi ayollarimizni, jumladan klinikamizdagi ayollarni, oilamizdagi onamizni, opa singillarimizni barchalarini eng bahorda chiroyli bayrami 8-mart bayrami bilan chin yurakdan tabriklayman. Baxtimizga doim sog' bo'lishsin. Ayollik baxti hech qachon ularni tark etmasin. Aziz va munis onaxonlar va dilbar opa singillar, sohamizning barcha muhtaram ayollari hamda go'zal qizlar, barchangizga nafis bahor, muhabbat, go'zallik va latofat, mehr ramzi bo'lgan 8-mart xotin qizlar bayrami muborak bo'lsin. Sizning samimiy tabassumingiz qalblarga iliqlik bag'ishlaydi. Mehringiz esa hayotga mazmun baxsh etadi. Hamma ayollarimizni bayram bilan chin qalbimdan tabriklayman. Sizlarga sog'lik, salomatlik, ulkan muvaffaqiyatlar, cheksiz muhabbat tilayman. Hammalaringiz uchun har doim bor bo'linglar. Demak, tabriklaymiz. 8-mart xalqaro xotin-qizlar kuni muborak bo'lsin.